Ikrom, oxirgi marta so'rayapman, qarzingni ber jo'ra. Ha, beraman shuni, qochib ketmayapman-ku. Menikini qachon berasan? Sanikini ham beraman. Beraman deganing 6 oy bo'lib ketdi. Jo'ra qarz deb olgansan. Iltimos sendan insof bormi? Ber. Ha, beraman, qochib ketmayapman. Serpoy qilyapti hozir. Beraman, qochib ketmayman. Jo'r bermaydi bu. Alo. Doktor, shuni olib tashay. Men vampirman-da. Shu odamlarning qonini ichib, tirikchilik qilib yuramiz. Shu kecha bitta odamning qonini ichdim. Shu yuqumli kasalligi yo'qmish qilib atravleniya bo'ldimmi deyman-da. Shu yeganimni qusyapman-da. Dori yozib bering. Bo'ldi, dori yozib beraman. Mana, sizdan 100 ming so'm bo'ldi. Rahmat. Biron kun berarman. Qachon berasiz? Biron kun beraman, qochib ketayotganim yo'q, tavba qildim. Ana ko'rdingizmi doktor? Yo'qdi-da. Yo'qdi. Cho'ntagimda pulim bor, lekin bergim kelmayapti. Yuqar ekan-da qondan-a. Arzini qachon berasan?